Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga elib kelganim bo'lsa, almish prənik. Oldi bilan ketalik materiallarni tayyor qilamiz. Bu materiallar bo'lsa, oilada eng tez topqil bo'ladigan materiallar. Bir qachimizga shakar, qatiq, sumay, tuxum, soda qatorliqlarni silib tayyor qilamiz. Andın mana shunga o'xshash qo'l chalg'uch bilan yoki ko'zi bilan shakar to'liq erigicha to'xtamay aralashtiramiz. Shakarni to'liq eritishimiz kerak. Mana eritib tayyor qilib oldik. Endi bir desimizga un bilan powdafini silib aralashtirib olamiz. Undan keyin bayatdan eritib olgan shu aralashmani qo'shib, paloq bilan yenik-yenik xamir yog'iramiz. Xamirni qo'limiz bilan yug'ursaqmi bo'ldi, qo'l bilan yug'urib qolsak, o'xshashlar yenik qilib, chaylamay, yenik holatda akiltib yug'uramiz. Yug'urib tayyor qilgan xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz. Ondan bir parcha xamirga changlab tayyor qilgan kokofinni qo'shib, yana qaytadan yug'urib, qora rangli holatga kelamiz. Mana shunday holatga keldi, endi 10 minut atrofida tindiramiz. Bir parcha oq, bir parcha qora xamirni 20 gramdan zo'liq qilib, mana shunday 10 sent uzunlikda, 10 sentdan eshib ketmasin, qilgandan keyin mana shunday juplab, jumlaqlar kelib o'tirsin, azroq tushib qolsa bo'ldi. Undan keyin ustiga shakar bosamiz. Bu pranikni oildagi duxovkaning kechim o'tirsiq silib 180 gradusda 20 minut pishiramiz. Undan uzoq turib ketsa, usti qizarib qoldi. Andın menden üner kesip öğrengiz ba yoki üner yanılığız ba, nol seviyeden başlap öğrengiz ba dostlarımız bolsa, men bilan aloqalaşsanglar bo'ldi. Ama şu mask sabablik azroq e'tibor faoliyatlarini qildim. Undan sirt, ama şu mazmunlarini yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, bekorlik yuraklarni to'xtamay berib, qo'llab berishinglarni chin dilimdan umid qilaman. 抖音